Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra anchadan buyon video darslik joylamadim. YouTube kanalimda asosdan buyon uzluksiz ravishda qo'yib boramiz. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin bir ikkita murojaatlarga javob bermoqchi edim. Elektr qurilmalari haqida yoki bo'lmasa ularni ulanish sxemalari haqida video qilib bersangiz deyishgandi. YouTube kanalimni shorts bo'limida o'tsalarsiz, ya'ni qisqa videolar bo'limida o'sha yerda qurilmalarni ulanish sxemalari, ularning ish vazifalari haqida ma'lumot qo'yib borilgan. Xo'sh, darsimizga qaytadigan bo'lsak, oldingi darsimizda energiya va ularning turlari, elektr energiyasini yaratilish tarixi va elektr mashinalarning rivojlanish tarixi haqida ko'rib chiqqandik. Bugun esa elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish haqida ko'rib chiqamiz. Barchamizga ma'lumki, elektr energiyasi atom elektrostansiyasi, issiqlik elektrostansiyalari va gidroelektrostansiyalarda ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda noan'anaviy bo'lgan shamol va quyosh elektrostansiyalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish jadal rivojlanmoqda. O'zbekistonda elektr energiyasining 70% dan ortig'i issiqlik elektrostansiyalaridan olinadi. Issiqlik elektrostansiyaning ishlashi qozonda suv to'ldirilgan, uni tagida birlamchi yoqilg'i, neft, ko'mir, gaz, shunga o'xshagan yoqilg'i yoqiladi va suv qaynaydi. Suv qaynash natijasida suv bug'ga aylanib, maxsus bug' turbinalari orqali harakatlanadi. O'sha maxsus bug' turbinalarida parraklar o'rnatilgan. Bug' o'tish jarayonida o'sha parraklarni harakatga keltiradi va u parraklar elektrogeneratorni ishga tushiradi. Shu tariqa elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mana shu yoqilg'ini tejash maqsadida hozirgi kunda shamol va quyosh elektrostansiyalariga juda katta e'tibor qaratilgan. Ushbu elektrostansiyalarda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi aholiga sifatli elektr energiya yetkazish maqsadida maxsus kuch transformatorlari orqali yuqori kuchlanishga o'zgartirilib, havo liniyalari orqali rayon podstansiyalariga yuboriladi va rayon podstansiyalarda aholi o'rtasida teng taqsimlanadi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish qisqacha shundan iborat edi. Endi esa kuchlanish toklari haqida tanishib chiqamiz. Kuchlanish bu ikki nuqta orasidagi potensiallarning farqi. Potensial esa bir nuqta orasidagi zaryadning energiya holati. Qarshilik bu elektr zanjirida tokning oqishiga qarshilik ko'rsatadigan xususiyati. Elektr toki zaryadlangan zarrachalarning bir chiziq bo'ylab tartibli harakati. Zaryadlangan zarracha esa atom tarkibidagi proton va elektronlarning neytralligi buzilganda bo'ladigan holati. Elektr yoyi bu ikki o'tkazgich orasida havo ionlashib, tok yorqin nur va kuchli issiqlik bilan o'tadigan hodisa. Bugungi darsimiz qisqacha shulardan iborat edi. Bizni kuzatib boring. Keyingi darsliklarimizda biz albatta chiplarning yig'ilish tartiblari, har xil qurilmalarning ulanishlari haqida tajriba yo'li bilan qisqa video qilib mana shunday qo'yib boramiz. Albatta qurilmalarni nazariy ma'lumotlarini ham xuddi mana shunday darslik qilib qo'yib boramiz. Bizni kuzatishni davom eting. Obuna va like bosish esdan chiqmasin. Sizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz buni albatta inobatga olamiz. Siz bilan xayrlashmaymiz. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.